Chol shamollari Qur'on shivirlarini ham, unutilgan butparast ruhlarning la'natlarini ham olib yurgan qadimiy Samarqandning qoq bagrida karvonlar orasida dahshatli mishmish tarqaldi. Ko'rinmas qoshin qumdan ko'tarilib, tunda qishloqlarni dahshatga solib, dalalarni yondirib, chorva mollarni sochib, ortda faqat sulfurning kulgusi qoldi. Va odamlar namoz o'qib, ibodat qilishsa-da, ularning yuraklari qo'rquvdan titrardi. Chunki ular bu odamlarning ishi emas, balki butun Markaziy Osiyo bo'ylab tarqalayotgan islom da'vatini mensimagan sehrgarlar tomonidan sehrlangan ancha qorong'u narsa, jinning ishi ekanini bilishardi. Ammo titroq qalblar orasida qo'rquvga bosh egmagan bir odam bor edi. G'ozi Zafar nomi bilan mashhur bo'lgan jangchi, ismi Galaba ma'nosini anglatsa-da, uning asl kuchi faqat qilichidan emas, balki qalbiga oid. Yozilgan Qur'on oyatlaridan kelib chiqqan va Buxoro tashqarisidagi butun qishloqlar tunda qo'rquvni oqishdan bosh tortayotganini eshitib, Galaba degani edi. Tong otmasdan turib, Zarafshon daryosining sovuq suvlari bilan tahorat olib, 2 rakat namoz o'qib, Allohdan kuch tilab, "Ey Alloh, agar meni bu sinov uchun tanlagan bo'lsang, meni qavming bilan shayton qo'shinlari o'rtasidagi devor qil", deb pichirladi va quyosh Samarqand gumbazlari ustida toq sariq rangda qona boshlaganida otasining sozini qiyshayib qo'ydi. Mogullarga qarshi urushlar, qora otiga minib, bu ko'rinmas qoshinga o'z hayotini anglatsa ham qarshi turishga qasamyod qildi. Chunki qo'rquv bilan o'tgan hayot nimadir? Agar hali yutmagan bo'lsa, shunday qilib, o'sha oqshomda muazzinlar sadolari tungi osmonga ko'tarilib, shahar chiroqlari chol zulmatiga qarshi kuchsiz miltillaganda, Zafar yolg'iz o'zi sahroga otlanib, jinlar dovdirashidan qolgan kul va singan xurmolar izidan yurib, toki u yerga odamlarning ovozi emas, balki ovozi eshitilayotgan kimsasiz tekislikka yetib bordi. Ashulalar har yerdan va hech qayerdan aksado berayotgan qahqaha, yerning o'zi ham shunday yovuzlik borligini rad etayotgandek titrayotgandek bo'lsa-da, Zafar bosiqlik bilan otdan tushdi, toshagini titrab turgan yerga yoyib. Yosin surasini shu qadar qattiq ovozda o'qiy boshladiki, hatto yulduzlar ham oyatlarni tinglash uchun to'xtab qolganday bo'ldilar va u birdan haqiqatga yetib bordi. Tunda va qum tepalardan otilib chiqqan shakllar, baland ko'tarilgan, ko'zlari yonib turgan qoraygan, tanalari tutunga oralgan, olov qurollari va nayzadek cho'zilgan tirnoqlari, jinlarning butun bir qo'shini, yuzlab, ehtimol minglab, zulmatda uni aylanib yurgan va boshqalardan balandroq, bir qadam oldinga ot qo'ygan, boshi ustida pichirlagan. Bizga qarshi turishga jur'at eta olasizmi? Bizni sehrgarlar qoni bilan chaqirishdi. Hech bir odam tigi bizni kesolmaydi. Hech bir inson qalasi bizni ushlab turolmaydi. Nega kelding? Qoli qilichning dastasida mustahkam turgan Zafar esa po'latdan ham chuqurroq kesilgan so'zlar bilan javob berdi. Men insonning kuchi bilan emas, balki ko'rinib turgan va ko'rinmaydigan narsalarning Robbi Allohning qudrati bilan keldim va osmonlarni ustunsiz ko'targan zotga qasamki, bu kecha hech bir mo'minga zarar yetkaza olmaysiz va bu so'z bilan Allohu alayhi ni ko'tardi. Shunchalik baland ovozda, hatto qum tepalar ham aksado berib, jin qo'shini qichqirdi va oldinga otildi. Alangasi bo'ron bo'lib ketdi, lekin Zafar ularning orasiga kirib, har bir zarbada Oyatul Kursiyni tilovat qildi va ko'rmagan kuzatuvchilarni hayratda qoldirdi. Farishtalarning o'zlari, ehtimol, Oliy qirrasi uning polati tufayli, lekin har bir belanchak Allohning zikri bilan birga bo'lgani, jang maydoni olov va iymon to'qnashuviga, jasoratga qarshi panjaga aylangani uchun, Zafar cheksiz suv to'lqinlarida kurashar, ovozi hech tinmay, vujudi qonab ketar. Lekin ruhi har misra sonib, tojini baland ko'tarar edi. Momaqaldiroq kuchi bilan Zafarning qalqoniga urilib, erigan bolaklarga bo'linib, qolini kuydirdi va jangchi bir lahza gandiraklab turdi. Qo'shin shamni yutmoqchi bo'lgan bo'rondek atrofini yopib qo'ydi, ammo og'riqdan ham Zafar tiz cho'kib, qo'llarini ko'tarib titrab ketdi. Agar men yiqilsam, xalqim men bilan birga yiqilmasin, yordamingni yubor. Shu lahzada osmonda bulut bo'lmasa ham, osmon gumburladi. Sahro kechasidan sovuqroq shamol tekislik bo'ylab jinlarning olovlarini ochirdi. Ularni kuldek sochdi va ularning sarosimalarida Zafar yana ko'tarildi. Qilichi olov bilan emas, balki Allohning nuri bilan yonib, Xudoning o'zi bilan javob bergandek bo'ldi. Allohu akbar, toj kiygan jinni ko'kragiga urdi. Uning olovli qiyofasini yer yutib yuborgan uchqunlarga aylantirdi va jin qo'shini dahshatdan qichqirdi va zulmatga qochib ketdi. Ular kelgan ko'rinmas olamga g'oyib bo'ldilar. Sahro hali ham qabriston kabi jim bo'ldi. Ufqqa tegdi. Qo'rquvdan yashiringan karvonlar uning yolg'iz, kaltaklangan va yonib ketgan, ammo tirik holda turganini, qilichi qumga ko'milib, lablari hamon Qur'onni pichirlayotganini ko'rish uchun chiqdi va bir g'ozi butun bir qo'shinni soni,
kuchi bilan emas, iymoni bilan yengani haqidagi xabar yongin kabi tarqaldi va kechasi nigohi qozgalmadi. Har qachongidan ham balandroq ovozlari inson va jinlarga qarshi chiqdi va jang sharafiga osha tekislikka masjid qurdilar va uni Masjid Algozi deb atashdi. Hozirgacha sayohatchilar sahro bo'ylab shamol essa, bitta jangchining takbirining aks sadosini eshitishingiz mumkinligini aytishadi. Agar Alloh uning qo'lida mustahkam bo'lsa, Allohning qo'lida zulmatda turmas ekan. Jin har doim g'alaba qozonishi mumkin.